$100 podarkani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. 280 plus 10% akalar. 308 mingga aylanibdi Enok moyi. Bu nafaqat Enok moyi, ya'ni Yevropa va Dubaydan kelayotgan barcha yog'larning ustiga 5% dan 15% gacha ustiga qo'yib kelyapti. Chunki dunyo yopilgan sababli akalar ba'zi bir muammolar endi internetda ko'rayotgan bo'lsangiz, shu uchun 5% dan 15% gacha yog'larning ustiga qo'yilishni boshladi. Ya'niki zapchastlarning ustiga qo'yiladi menimcha. Hali boshlangani emas. Lekin akalar, shu video 1000 ta like yig'sa, mana shu bitta Enok moyini obunachilarimga berib yuboraman. Agar obunachilarim soni 29500 hozir. Agar 30 mingta bo'lsa, 300 mingdan ko'paytiramiz 4 ta. 1.200.000, ya'ni $100 prizni 4 tasini obunachilarimga berib yuboraman. 5 500 tagina podpisчик yetmayapti. 30 mingta bo'lishiga yordamlash kerak. Mana 4 dona, ya'ni $100 podarkani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar akalar. Bugun 7 bo'lsa, 3 kun vaqt 10-gacha shu agar natijani qila olsak, nasib bo'lsa 4 ta yo'q sizlarniki bo'lishi mumkin. Bosamiz akalar, aksiya bo'lamiz.